Lionel Messi rasman milliarderlar klubiga qo'shildi. Bloomberg Billionaires Index ma'lumotlariga ko'ra, 38 yoshli argentinalikning boyligi 1 milliard dollardan oshdi. Shu tariqa Messi Cristiano Ronaldodan keyin ikkinchi milliarder futbolchiga aylandi. Barselona, PSG va Inter Miami klublaridagi faoliyati davomida argentinalik futbolchi faqat maosh va bonuslar ko'rinishida 700 million dollardan oshiq daromad oldi. Shuningdek, Adidas bilan uzoq muddatli shartnoma, Inter Miami klubidagi ulush, Apple, Pepsi va boshqa global brendlar bilan shartnomalar daromadining 1 milliarddan oshishini ta'minladi. Shuni ta'kidlash kerakki, Messi Saudiya Arabistonidan juda foydali takliflarga murojaat qilmasdan bu marraga erishdi. 2023-yilda u MLS va Inter Miamini tanladi. Avvalroq Cristiano Ronaldo Al-Nassr bilan tuzilgan shartnoma tufayli birinchi milliarder futbolchiga aylangan edi. Shuningdek, David Beckham ham milliarder hisoblanadi, ammo u bu marraga futbolchilik faoliyatini yakunlaganidan keyingina erisha oldi.